Assalamualaikum, hörmətli görürmənlər. Həmminla Şərq Türkistan Ulusal Mənfəət Mərkəzindəki Xalqara Vəziyyət Proqramımıza xoş gəldinizlər. Ruqiyyə xanım, xoş gəldiniz. Hoş bulduk. Xalqarada dünyada nurg'unlagan vaziyatlarni aytib jiddiy o'zgarish kutyapti. Buning munosabatlik dunyodagi eng chong kuchlarning biri bo'lgan Amerika bundan bir hafta burun mudofaa xavfsizlik strategiyasini e'lon qildi. Buningda nihoyatda muhim nuqtalar bor. Oldindan bu onundan bir ay burunmu nimani e'lon qilgan national ulusal xavfsizlik strategiyasini bu qatam e'lon qilganning qanday farqi bor ikkisiniki bu nimani tushundirdi masalan uchun mudofaa strategiyasi. Ben ikkilisini ko'rib chiqdim. Ancha bek cho'ng farq yo'q. Burun e'lon qilgan u National Security ulusal xavfsizlik nimasi strategiyasida e'lon qilgan narsasida boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabati, Yevropa bilan bo'lgan munosabati bular nihoyatda jiq to'xtalgan. Undan keyin Tayvan masalasini qizil sizqa qilib o'ttirib qo'ygan. Indo-Pasifik va Tayvan masalasi. Bu zot qat'iy yo'l qo'ymaymiz bu yerga degan. Undan keyin bu to'g'rida bu report to'g'risida ikkimiz o'tganda bir program qilgandik, tafsilotni. Shuni bu yerda men yana ko'pchilikning vaqtini olmay. Endi bu yerdagi farqi deyishga to'g'ri kelsa, shu o'tganda biz so'zlagan reportda asosan ilqi ittifoqdoshlar munosabatiga, unga Xitoy masalasini o'ttirib qo'ygan vaqtida Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi, bu narsalarni Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi maqatim qadimi bekchong o'zgarish yo'q. Bu Tayvan va Indo-Pasifikni biz bu yerda Xitoyning hech qanday bir davlatning deb o'tganlashda, bu dominans qilishiga deganda u yerda butun kontrol qilmay shu rayonni davatgan Xitoy, shu Xitoyni ko'z tutib degan yo'l qo'ymaymiz, qat'iylam, aniqlam. Ammo boshqalarga biz ilqi kontrol qilmaymiz, boshqa davlatlarningki nimasini, egalik huquqini hurmat qilamiz, ularning ishga ishiga burunqidek rejim change deb aralashmaymiz, deb ashunda degan. Lekin aralashmaymiz degan bilan u hiziqlik gapda Venezuelaga aralashtirib masalanchi. Endi uni degan bilan amaliyotga harakat qanday bo'ldi bilmaymiz. Undan keyin bundan boshqa Mao qitim chiqargan bu National Defense Strategy'da cho'qim bir yerda bularlikqa nimani o'tirib qo'ydi shunami? Denial defense degan o'tirib qo'ydi. Bu degani birinchi zanjir First Island Chain ma shu nima dengiz Indo-Pasifik dengiz rayonidagi Xitoy bilan bular talashayotgan hozir shu dengizku. Shu yerdagi kuchni hargizmi qo'ldan berib qo'ymaymiz. Biz tinchlikni o'tirib qo'yamiz deydi. Tinchlikni kuchlik bo'lish orqali amalga oshiramiz deydi. Kuchlik bo'lish orqali amalga oshiramiz deb shunga asosan Amerikaning harbiy kuchiga markazlashgan ekan ma'qitimqi report. Harbiy kuchni qattiq kuchlantiramiz. Andan keyin atom siniqini, atom nimasini kuchlantiramiz. Hech kim tankilanmaydigan darajada kuchlantiramiz. Undan keyin Golden Dam, altın tam yasaymiz Amerikaga, u degani dron va boshqa ataklarni, hujumlarni qaytarib etadigan. Shuni qilamiz. Undan keyin cyber atakni qattiq qo'g'dinish nimasi yasaymiz, cyber bilan nima tor hujumlari hammasiga qarshi turamiz degandek. Ashlarni ham qildi. Undan keyin ko'chman masalasi asosan Amerikaning o'zini va askariy kuchini, texnologiyasini kuchlantirishni asos qilgan ma'qitimqi report. Ammo bu shuni kuchlantirishni asos qilgan o'tgan qitimqi reportda tashqi kuchlar bilan bo'lgan munosabati boshqa yerlarga tashqi diplomatiyasi qanday bo'ldi bularni o'tirib qo'ygan. Ammo hammasini yig'ib kelsa, hammasida shu Amerika hozir bu maqsadiy gol nima deymiz Xitoy. Boshqa yer emas. Boshqa ishni Rusmi undaq nima emas. Butunlay Xitoy qartyapti hozir butun kuchini uchun. Lekin bu reportda bir xil yumshoq tilni ishlatgan bilan Xitoy bilan qanday ilishishni bu strategiyalarni o'tirib qo'ygan. Albatta bu nima reportlari unclassified ochiq public ochiq chiqargani bilan ochiqlamagan ya'ni declassified ya'ni yoshirin Amerika o'zining reportlarida nim deydi qanday muomala qildi teshig'i e'lon qilgani boshqa odatda davlatlarning ichida o'zlarining yurgizdigini boshqa bo'ldi hamda uni uqqani bo'lmaydi hozircha shu e'lon qilganidagi ochiqlangan narsalar shu Doklad qilsak masalan Amerikaning g'arbiy yarim sharga markazlashganlikning narsasini debdi masalan o'zining kimish Amerika qit'asiga markazlashgan narsasini. Bunun deb aldın qatim narsa chiqarganda, doklad chiqarganda masalan Venezuelaniki prezidentini tutib ketdi masalan. Ayni xildagi operatsiyani masalan boshqa davlatlarga masalan Xitoyga yoki boshqa davlatlarga qilish ehtimolligi bormi sizcha? Kuch yetgan davlatga qiladi-da. Masalan, Xitoyga qilolmasligi mumkin. Chunki
mındaq bo'ldi-chu, mau o'tganda birsimi bir maqolada chiqiribdi. War degan Anvar deb bir kitob bor, esim qolmadi hozir. Urush to'g'riliq bir kitob. Shu kitobni yozgan odam o'z vaqtida. Ismi hozir esimda yo'q. Men kompyuter qarab baqsam ismini topa olmayman. Qarab baqay. Ismi uninki nimti ashni yozgan. Sizning esingiz siz bilamsizki Anvar degan shu odamniki analizini bular falsafasini ya'ni falsafasini hamda u mashhur analiz ekan. Shuning falsafasini ishlatyotdi. Ismi nimti Clausewitz ismiti. Clausewitz first name. Clausewitz qudaymi? Clausewitz ashundalik Clausewitz mi? Clausewitz shuninki falsafasini ishlatyotdi bular hozir. Buning ashuni falsafasiga qarasangizmi mundaqchu. Bir davlat, masalan bir davlatning ichida ikki jihatdan bir to'qinish chiqib, bo'linish, bir urush chiqsa, u davlatning kuch markazi na bo'ldi deganda shuning poytaxti va shu huquqni kontrol qiluvchida bo'ldi deydi. Ashani ursang, shu huquqni evola olsang, shu poytaxtni kontrol qila olsang, shu kuch shuningda bo'ldi deydi. Hozir ma Xi Jinping bu nimani harbiy generallarning natijasini hammasini boshda bu ilqi Pariydi deb yo'qitib, uningdan u bana bu bana bilan hammasini yo'qitib asas jihatdan armiyasini Xitoyning armiyasini kuchini o'zining qo'liga oldi-chu, bu kontrol qilib oldi hozir. Demak, bu butun Xitoyni Xi Jinping kontrol qildi degan gap. Bir odam bilan markazlashdi. Bu ilqi, masalan, Xitoynikini Amerika unda ola olamdi desa, u Venezuelaga o'xshamaydi. Agar bir konflikt u yerda bo'lgan bo'lsa, Venezuelada konflikt bor, ishchilikqa muqim emas-chu, not very stabilized. Unda bo'lgandan huquq kuchning markazi nada? Poytaxtda va liderda shuni urush kerak. Beribla Amerika uni oldima, u yerni kontrol qila oladi degan gapchu, boshqa o'zi xohlagan birisini o'tag'izib. Ammo Xitoyni unda qila olamdi. Hozir gap shu, butun huquqni Xi Jinping qo'liga markazlashtirib oldi. Armiya Xi Jinpingning qo'lida, hammasining qo'lida. Chunki ichida bir bo'linish kuch bo'lsa-mu, uni bo'lib nim qilolmadi-da. Hozir Xitoyning ichida unda bir bo'linmachilik kuchga hech qanday fursat bermadi-chu Xi Jinping. Muqimlik qilib oldi. Butun hammasini o'zi boshqarib, o'zi qarshi hech qanday kuch qo'ymadi hozir. Agar u davlatning ichida uningga qarshi necha kuchlar paydo bo'lgan bo'lsa, bu kuchlarning ichida parchalash orqali Amerika qaysi kuchni huquqni og'ziga oladigan qilsa, u shaklda bir kontrol qilvasi bo'ldi. Hozir bu Xitoyning ichida hech qanday bir bo'linma kuch yo'q. Bu Xi Jinping kontrol qilib evoldi-chu. Shuning bu Xitoyga bunda Venezuela qo'llangan narsani qo'llanishi Amerikaning ta'sirida qilib olmaydi menimcha. Hozir tema Xitoyning generalni ilib etgan masalasiga keldi demiş. Hadi bir savolim bor deb. Kerak so'raydigan, hozir so'rayverey. Mesela bu ikinci numaralı şahs değil mesela Xitoyninki eng yuqori harbiy qaror vergichi organda. Xitoyning askeri taraqqiyotning mu planini mushadam tuzgilik, lekin eng iliqi jam tajribasi olgan birdan-bir qolgan general ekan to'quvchi mesela. Buni ilib etishniki mesela nurg'unlagan falsafa sizce nima sababdan buni huquqini ilib etgandi? Yoki tekshirishga boshlagandi? Bu hozir chiqayotgan farazlarda siz birsi deydi buni ba'zi farazlar deydi bu Amerika g'arbiy maxfiyatliklarni sotgan atom haqidagi deydi. Yana ba'zilari deydi Xitoylarningki Tayvan yoki boshqa taraflarning da'vatida bu nima qilgan deydi. Bu urush strategiyasida Xi Jinping bilan kelishanmagan, Xi Jinping darhol urush qilishimiz kerak, Tayvanni ilish kerak deydi. Bu qilmaymiz bu general. Hozir darhol hujum qilsak bo'lmaydi, behchiq askar o'lab ketadi. Shuningga biz qat'iy az askar o'ldigan, askarlarimiz o'lmaydigan, mag'lub bo'lmaydigan bir sharoitga kap bo'lib turib, unikini hujum qilamiz yoki tinchlik bilan olamiz deb urush tarafdori emas. Chunki Tayvandagi xalqlarning nurg'un hammasidagidek Xitoy asosan shu o'zimizning xalqi o'zimiz urushsak bo'lmaydi degan munda bir ko'z qarashda deb u Xi Jinping tarafidan tutilgan Xitoyninkini to'g'ri qilib yaxlab chun urush qisi yo'q, u pes bo'lib bundan nima qilyotdi. Men ikkilisiga ancha bek ishonamadim. Siz chiqqandan ijod chunki u generalniki u qiyriqi u general endi shunda sodiq o'zining davlatiga. Unda sodiq bir holatda boshqa davlatga Amerikaga opirib Xitoyni atomni unda sotadigan unda rasmiy kommunistni unda qildigan bir nimasi bo'lmasligi mumkin. U bir umrini shu Xitoy kommunistik partiyasi uchun beg'ishlagan odam oxirgi kapli atom haqidagi narsalarni sotmaydi mencha. Ben onu ancha ishonamadim. Ondan bu Xitoyninki tinchlik bilan bir taraf qilamiz, Tayvandagi urush qilmaymiz, ular bizning askarlarimiz o'lab ketadi, u yerda bizning xalqimiz o'lab ketadi, o'ldigan ikki tarafdagisi bizning xalqimiz deb unda bir tinchlik nazariyasi borligiga men ishonamadim. Chunki u bir general.
u bir urush qilaman debla hayotini shu urush orqali tinchliknimi urush orqali paydo qilamiz deydiganlar ularchu. U urush Hı. qilmaymiz deb mundaq o'tirdigan unda bir nazariyasining chiqishiga uningmi ishongim kelmadi. Menchi men bilamdim lekin mening o'zimning mundaq shaxsiy faraz qilishim mundaq o'zim Hı. analiz qilib baqqanimcha bu Xi Jinping bir banan chaplaplam yo'qotyaptimikin deyman. Chunki bu Xi Jinpingning birinchi qitim emaschu. Bu odamning ham tutish emas. Bugün buningdan burunmi nurg'un shu kim sal beshini ko'targan generallarning hammasini o'z oldiga opinionsi bor, ko'z qarashi bor. Ya'ni bu Xi Jinping bilan ozroq bitib pishalaydigan bir yeri borlarning huquqparastlarning hammasini kuchi bor, huquq bolaning hammasining huquqini avilib bu o'ziga markazlashtiryotdi-chu. Shunga asta-asta kelib, armiyadagi butun huquqni o'ziga markazlashtirish, ya'ni bu bek bu Xitoyning nihoyatda kuchlangan vaqtidagi bir prezidentga hozirgi. Hı. Undan bunda bo'lgan siri bu bek odam degan diktatorlashib texmi autokratik bo'lib ketadi. Ham qo'rqidi. Shuningga bu yilqi butun kuchni qo'limga evilishim kerak deb o'zining ichidagilarga ishonmaydigan, o'zining qo'l ostidagilarga ishonmaydigan. Butun armiyani qo'limda tutmasam vaqti kelganda, abay men dedim-ku, poytaxtni kontrol qilsak, bo'linma kuchlar bo'lsa. Kim poytaxtni kontrol qilsa, huquq shuning bo'ldi, shu davlatni shu kontrol qila oladi debgan-ku, klassvidmi. Hı. Shunga o'xshash bu shu butun huquqni mening qo'limga kirishi kerak deblam shuningga işte bir bahona tipli yo'q qilyapamdiki deyman deydi. Bu mening shaxsiy farzim. Hı. Ya'ni bu Xi Xitoyning Jinping, iliqi ya'ni demoqchi bo'lganim Xi Jinpingning shaxsiyatiga munosabatlik, ya'ni Xi Jinpingningki qattiq arrogansi bo'lib, ham qo'rqab, insecure, ya'ni o'zini bexatar his qilmay Xitoyda-chu, chunki u qattiq diktator. Hech qandaq bir nima emas hozircha. O'zini o'ziga ansirab, nurg'un zulm va zolimliklarni qilgan bo'lgan ekan. Hem Amerika'damı, başqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlardami bu qo'rqab, işte nim bo'ldimikin deyman. Shaxsiyatidagi o'zgarish tufaylidan yani nihoyatda hamma narsa mening deganim rost bo'ldi debchu. Butun narsaga Hı. men aralashishim kerak degan bir xil narsistlik kuchayib ketadi balki buningda. Shu shaxsiyatiga munosabatlikmikin deb qarayman. Boshqa Doğru. deb. Ben şunda oylayman, iliqi huquqni o'zining bir kishiga markazlashtirib, Hı hı. yo'qlamoqski iliqi qiziqarli yeri bu nurg'un generallarni bu o'zi tayinlagan odamlardanchu. Nurg'unlarni achiga kelgan Xi Jinping davridagilikda nurg'unlar. Hı Balki Xi hı. Jinping siyosiy sohadagi bo'lsin, iqtisod sohadagi bo'lsin, davlat apparatidagi nurg'un odamni o'zi kelib o'zi tozalaqliq masalanchu. Belki narsa shu ishonchsizlikmi ularga belki huquqdan o'zi kelgusida qarshi chiqadigan bir ehtimollik bor-da bu huquqni. Özü obdan özü əgəgə adamlarning shaxsiyatini, bularning ishki nimasini, xarakterini bu undan tushunadi-da, huquqini kim Hı. qanchalik huquqlisi qanday bo'lib ketadiganini ham o'zi biladi. Endi bu yilqi o'zini borgan siri bundaqlar o'zini xudo qilib olgan gapda, xudodek qilib Hı. olibdi-chu, huquq olib ketganda. Ya'ni baribir bundaq Allohning o'rniga chiqanmasimi, bular dinsiz bo'lgandan o'zini ashta o'ylaydi. Chunki u Xi Jinping Xitoy tarixidagi o'zini bir mashhur tarixda yozilgan eng cho'ng shunda bir nimadek qilmoqchida, shuna bo'lgandan keyin u Hı. har qandaq ishda mening deganim bo'lish kerak. Mening sababim men degan narsa-chu, shunda bir shaxsiyatchilik ya'ni. Shu sababdan u chiqargan amaldorlarga ishonmaslikdanmi bakarak hamma narsa mening qo'lim bilan bo'lishi kerak. Boshqa bir odam aralashib keyin ma'mi qilgan, ami qilgan deb, ya'ni nima deymiz, boshqalarga kredit bermaslik. Shu huquq Hı. tekkandagi insonni yo'g'nab ketadigan mushta bir narsa-ku. Shuni uniga ham o'zini bexatar his qilolmaydi-chu bundaqlar. Chunki qancha huquqi kuchlangan siri boshqalar mening o'ramni ko'lamdigandi, manga mansub bo'lmay boshqa mening gapimni olmay qolamdigandi deb hamma ishga aralashidi, hamma ushoq narsagacha. Undan keyin boshqalarning fikrini hurmat qilmaydigan, boshqalarning emgakiga qimmat bermaydigan manda bir yer kelib ketadi. Demak, bu chiriklikning uchiga chiqyotidi degan gapda yolg'izlikda. Bundaq buning beshig'i chiqadi shu hamon bir kuni. Demak, Menchi bo'lsa buning bu qilayotgani bir tarafdan yaxshi, chunki o'zining beshig'i o'zi chiqadi mushtaqligi uchun. Chunki amaliy jang tajribasi bor general yo'q-da, hozir rasmiy urushga kirib, jangga qatnashgan va qo'mondonlik qilgan. Endi bir tarafdan buningki iliq ma'un generalni elishining sababi Amerika oldingi qatam Amerikaning e'lon qilgan
Ау harbiylar to'g'liq e'lon qilgan bir doklad bor. Taşlandı Xitoyninki harbiysininki sistemasiga eng chong ojizlik, chiriklik debdikan. Hı hı. Bu chiriklik Xitoy millatininki qon qiniga singgan bir an'anaviy odati masalan qandoq boshliq bo'lsa yepari yeydi. Buni jazolash orqali masalan qo'l ostidagi boshqalarga bir signal Xitoy deydi-ku, maymunni o'tirib nimaga Hı hı. to'xog'i nima bergandek. Bumi bir Hı ehtimollik bo'lishi mumkin deb o'ylayman. hı. Asiliqi intizomni nima tartibga akilishtekchi bu. Ya çiriklik degan zaten Xi Jinpingning boshdan chiqarayotgan bahonasi yoki Ha, rostchiliklik bor. hı, Shuning bilan tozalayman deb tozalab asosiy maqsad butun huquqni o'zining qo'liga markazlashtirish. doğru, doğru. Menimcha. Bu doklad qarasak mında bir narsani ko'ralaymiz de masalan dokladninki birinci bölümüde G'arbiy Rimsharnikini debdi. Ondan keyin bu yerda Brzezinskininki masalan Amerikani ogohlantirgan bir to'rt davlat nima bor edi bir ittifoq. Xitoy, Rossiya, Iran, ondan keyin Shimoliy Koreya debdi. To'rt tane 2017 yilda Trump'ın e'lon qilgan nimasida masalan xavfsizlik strategiyasida bizningki buningdan keyingi dushmanlarimiz davlatimizningki Xitoy, Rossiya, Iran, Shimoliy Koreya qatorliq mustabid hokimiyatlar degan. Nima qadimgi narsadimi? Mushu to'rt davlatga ayrim joy beribdi-da masalan. Hı hı. Brzezinskiyni masalan ogohlantirgan tug'i bu to'rtininki ittifoqlashib Hı. harbiy ittifoq tuzishini emas. Zaten Rossiya tuzdi İran harbiy ittifoq Defense Pact tuzdi İran bilan Rossiya, Xitoy hı, tuzdi. Ama bu ittifoq Defense emas. Pact bizning territoriyasi hujumga uchrasa boshqalari tang kelib qo'g'daydigan unda bir Defense Pact emas. Chunki Xitoyninki ilqi tashqi ishlar nimasi United Front modelini Hı, qildi-ku. hı, Shuning shu model bo'yicha Alliance modelni nima qildi? Shu model bo'yicha qildiganligi uchun ilqi hech kim bilan mangulik ittifoqdoshlik tuzmaydi Xitoy uchun. Hammalikı ma territoriyanimi bu İran bilan Rossiya bilan tuzgan ma qitimqi mudofaa harbiy jihatdagi nima tuzdi-ku bular hamkorlik tuzdi. hamkorlik ittifoqdoshlik tuzdi. Buningda uchininki o'rtaq manfaatiga to'qingan narsaga uchi birlikda qarshi turdi. Lekin unda birisining davlati tajovuzga uchrasa qolgan ikkisi berib qo'g'dab bermaydi. Shunda bir Yo'q. shaklda-ku Hı, hı. hozircha. Ondan keyin masalan Osiyo tarafda, Indo-Pasifik tarafda Trumpninki nimalarga qilgan bir özüň istifakdaşdyrgy digen näsler bar ekende. Meselem mesuliyet ilanlar biz Amerika mundajyk nime almaýdy. Bunuňy siz kандай garaýsyz meselem? Mas'uliyetni e'lon degeni chunki bu men Amerikani haqsız deb qarayman. Hı hı. Nemishga desa, bular butunlay abaymi deydik, shu to'rt davlat Shimol Koreya, Xitoy, Rus, Iran bular hammasi masalan tahdid Amerika uchun, dunyoning g'arb tuzilmasi uchun tahdidda. Chunki bular yangi bir dunyo tuzilmasi barpo qilamiz, Amerikani yo'q etamiz, o'rniga Xitoy chiqaman deb shunday deyilib-ku, bularni kaynisil. Hı. Unda bo'lgan şu Amerika Xitoyni tahdid shaklida ko'rdi. Unda bo'lgan bir ahvolda bu ittifoqdoshlar nimani yukni tang ko'tarish kerakdi. Lekin bular Amerikaga bexatarlikda yo'linib bilinglar. Masalan, Hı. Kanadani butunlay Amerika qo'g'dab berdi, Noratda, masalan, Arktikda. Ondan keyin bu Yevropani shu Amerikaning askarlari qo'g'dab berdi, Arktikda abay dedik, butun Hı. radar, surveillance system, uchur nim qildigan. Ondan keyin bu bexatarlik atomlarni qaytirdigan bu texnologiya, bu urush aslahalari bularning askardan tortib hammasi Amerikaning, bu Yevropaning o'zining unda kuchi yetmaydi. NATOning deydi-ku, o'tganda masalan Yevropa o'zi qo'g'dayman deb nima qilaman desa, askariy kuchni nima qilaman desa, 10 necha yil ketadi va Hı. 10 trillion pul ketadi dedi. Shunami? Trillion degan uyg'urcha qanchati? Necha? Trilyon şu. Trillionmi? Trillion Hı hı. pul ketadi dedi. Unda pulni qanday chiqaradi Yevropa hozir iqtisodiy krizisda? Ham Hı hı. unda uzoqchil ketkichi u qandaq o'zini qo'g'daydi, qo'g'dayolmaydi. Ashunda yo'lniklik turib, yana NATOga sizlarmi 5% o'tanglar desa, yo'q o'tamaymiz. Bizni Amerika tashyapti. Bizni Amerika bo'zaq qilib ketdi. Unda qilsang biz Xitoy bilan hamkorlashamiz, Xitoy bilan yiqilishimiz deb Amerikani teriktiryapti. Menimcha Amerika haqliq. Amerika qo'g'dab bergan ekan, asl tang o'tish kerak. Men Yani shunday Avrupa qarayman. özüni qogdaş kabiliyetiga ega emas, uningga tayyor emas. Mangu qo'g'damda o'zini qo'g'dayolmagan ekan, boshqasi qo'g'dab bergandan keyin yukni tang ko'tarishing kerak-da, unimi ko'tarmayman deb nimanda akib olasizlar bu Yevropa deb. Shu, 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 shu.
Nemede anaki yeni bir interessant ders vardı. Mesela hazır Amerika özünki askeri sanayetini qaytadan canlandırmamız, nem qilimiz davatıdı mesela. Ama nurg'unlagan narsada Xitoyga ehtiyojli bir yeri var. Nurg'un materiallar, xam eşyalardachu, mesela ta'minlash zanjiri degandek. Amerika bunda muvaffaqiyatli qila olamdi masalanchu, Xitoy bilan ishlab. Bence qilolmaydi. Bu hozirgi NDS National Defense Strategy degan reportdimi yozibdi-ku, davlat mudofaa Hı hı. reportidimi shu biz mushu Xitoy bilan sodlashadigan yerda sodlashimiz, agar Xitoy bizning gapimizga kirsa, biz fair trade, ya'ni ikki tarafga o'xshash barobar foyda yetkazadigan savdolarimizni muvofiq shaklda qilamiz debdi. U degani masalan tinchliknimi bir tinchlik paydo qilib shundoq qilamiz debdi. U Xitoyning qizil sizig'i shu Indo okean tursa, Xitoyning qizil sizig'i shu Tayvan tursa, shu yerni olaman deb jinning bericha u askariy kuchini kuchaytiryotsa, u Amerika sen u yerga kirmaysa, qat'iy uni qilmaysa, Tayvanmi bizning qizil sizig'imiz, Indo okean bizning qizil sizig'imiz, sen u yerga chiqilmaysa, chiqilmay mushu gapimizga ma'qul desa, unda esa sen bilan yaxshi tijorat qilib do'st bo'lamiz deb munda debdi. Uning Xitoy unamdi, unamaydi-da. Unamagandan keyin u ming masalan Trump olmoqchiga berib, ming biz Menchi u biz tijoratni yaxshi qilaylik, senmi paydal, menmi paydalaylik, urushmaylik, ya'ni crisis management qilaylik, urushmaymish askariy jihatda bir krizis bo'lib, bir to'qinish bo'lib qolishning oldini olaylik o'zaro. Paranglashib deydi-ku, bular o'zaro uchur almashtirib, askariy jihatdan mana nima qilmaylik, bir urush bo'lib ketishning oldini olib, o'shada xotirjam yaxshi tijorat qilaylik. Deyiglik, ammo ashta deb kelamiz deydi. Unda degani bilan u Xitoy Tayvanni olaman degandan hargiz voz kechmaydi u. Abayim siz Hı. dedingiz bu Shi Jinpingning birinchi nimasi o'tirib qo'ygan. Undan keyin bu Amerikami u yerni hargiz bermaydi. U yerdagi dengizni qo'ldan chiqaryapti degan gap butun iqtisodni qo'ldan chiqaryapti degan gap. 60% dunyoninki nimasi yashadan chiqadi u shu dengizdan Hı ma'lumot hı. keldi. Shunda tursa, uningga Xitoymi unamaydi, Amerikami unamaydi. Unda vaqtda u Amerika sen zada dengizga chiqilmaysa, Tayvanni olmaysa, ashnaqa ma'qul desang, sen bil yaxshi tijorat qilmiz, senmi paydalsan, menmi paydalimiz, tinchlik bilan yashaylik desa, Xitoy unamaydi-da uningga. Xitoy unda bir davlat emas-da. Shu Xitoy shuni qilmayman deb Tayvanni olaman deyapti-da. Shuni bu Hazır amalga oshmaydi. mushu xil Hozir ahvol Shi ostida, Jinpingdek bir Hı hı. he, mushu Shi xil ahvol Jinpingdek ostida mushunga bir savol, munosabat bir savol keldi kallamga. Mesela Amerikaniki 30 trilyon Amerika dolları qarzi var masalanchu. Hı hı. Dunyodagi eng chong iqtisodiy kuch, ama 34 trilyon Amerika dolları qarzi var. Xitoyning Amerikaning nurg'un salgan mablag'i var masalanchu. Xitoyniki Amerikaning nurg'un dollarlarini sotib olganlik masalanchu. Hı hı. Bundaq bir chirmash iqtisodiy bir-birisiga beqindilishib ketgan, chirmishib ketgan bir ikki davlatning o'rtasida bir urushning chiqish ehtimolligi bormi masalan sizcha? Mayli dunyoning qaysi rayonida bo'lsin. Yo Tayvanning Masalan, ustida yo boshqa yerda. liberal demokrasiyalar bu mushta iqtisodiy jihatdan globalistlarning ko'z Hı qarashicha mushta iqtisodiy jihatdan irmash-chirmash bo'lib ketganda urush bo'lmaydi deb qaraydi, shunaqmi? hı. Hı. Shunday bo'lmaydi deb qaraydi. Realistlar unda deb qaramaydi. Ammo iqtisodiy manfaatdami national security degan muhim narsa. Hozir ma qitimqi ma Amerikaning e'lon qilgan reportida bular deydiki, bu Amerika nihoyatda kuchlik, nihoyatda boy davlat, butun boyliqlari bor deydi. Uning ustiga Trump Greenlandni olaman deydi. Butun mineral hamma narsa bor, boyliq boyalarni olaman deydi. Venezuelani kontrol qilib Xitoyning oladigan neft hamma nimasini ham kesdi bu uchun. İran'nı kesimen deylik. Onda da Xitayni u iqtisodiy jihatdan unda acizlaştırıp iqtisodiy jihatdan acizlashqoqda harbiy jihatdan acizlashadi shunaqmi? Acizlashtirma deylik. Endi bu iqtisodiy jihatda irmash-chirmash sodimiz bor deblam u bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ymasa, manda sodimiz batdi urushmayli deb turg'uni bo'lmaydi-da, shunaqmi? So'di bo'lgan bilan nafsi yo'g'nab, mayani evasam texmi u so'didimmi jiqroq manfaat keldi. Masalan, dengizni olsa, Xitoy Tayvanni olsa, u vaqtida butun dunyoni kontrol qildi degan gap. Shunaqmi? Shuning bilan. U Doğru. vaqtida u Amerika bilan irmash-chirmash bo'lgan sodisida necha yuz hassa foydaga erishdi-da. Nafsini yo'qolib, shuni bu yerda bir davlatning bexatarligi iqtisodiy manfaatdan besib tushudi-chu. Shu Hı hı. man yilqi bu liberallarning, ya'ni globalistlarning irmash-chirmash savdo munosabati bo'lganda urush chiqmaydi degan narsaga 100% cho'qim shuna bo'ldi deb qaramayman. Biroz realist nimasini qarayman. Ba'zida urushlar
ming irmash-chirmash iqtisodiy munosabati bo'lsa-mu chiqadi. Urush bo'lib turib yana savdomi bo'ladi. İşte u siz qanday qaraysiz To'g'ri. Necat? Siz Ya qaysi to'g'ri. tarafda? Masalan, Birinchi Dunyo urushida Angliya bilan nimadinki endi Germaniyaning o'rtasidagi tijorat munosabatini ayt yaxshi. Ikki dunyo urushi davrida. Birinchi Dunyo urushi davrida. İkisi eng chong Ha. tijorat sherikdi, ammo bir-birisiga ko'rsatgan xavfsizlik sababdan urush bo'lgan, ikki taraf qarama-qarshi birlashib urushuqliq siz degandek memleketlerimayliqi xavfsizlik nuqtasiga yetganda bu narsa portlaydi. Masalan, Rossiya bilan Uni Ukraina urushdi. Rossiya yiliga 2 milliard dollar berdi. Chunki nima desa energiyasini Ukraina orqali sotdi masalan. Urush bo'lib turdi, ammo tijorat endi davom qilaverishi mumkin. shu u masalanki hozir Trump bor demi deylik. Hozir bu Trumpning savdo qilishidanmi bakarak Xitoy sen bizning degan yerimizga kelsang, sen bilan savdo qilib tinch yashaymiz. Degan yeringga kelmasan, sening haddingni bildirmiz deygilik. Bu report Hı. nihoyatda chiroyli yumshoq tilda yozilgan bilan Xitoy Amerikaning butun nemisi bo'lmas. Nemishqa Amerika 10 yil harbiyni kuchlantiramiz, oltin tam quramiz, texnologiya anda bo'lamiz, manda bo'lamiz, Tayvanni hargiz bermaymiz dengiz butun bu Xitoyningki dunyoni men so'rayman deginiga maydon o'qadi. So'ramaysan. Meni qo'limdan ololmaysan. Uning uchun biz tinchlik kuchlanish orqali tinchlikni paydo qilamiz deydi. Biz kuchli bo'lmasak, bu Xitoy ilib olsa, bizga hujum qilsa, baribir urush bo'ladi deydi-da bular. Shunga bular Amerika bu Xitoyga ishonmaydi undaqilqi. Xitoy urush qilmaydi, Xitoy qo'pib hech kim bizga chiqilmasa, biz boshda chiqilmaymiz deydi. Bu gaplarning yolg'onligini bildi, chunki Tayvanni olaman deb aniq yig'liq uning oldidami bu Pentagonninki bir report chiqqan uning oldida. Hı. 80 vaqt deydi ғой, bu Xitoy 2027 olaman deb Tayvanga hujum qiladi deyilgan. Ya'ni Amerika bu Xitoyning yomon niyatini biladi, shuningga tezlikda taraqqiy tadbir qo'llanyapti-da. Masalan, bu Abay deganimizga Clausewitzning gapi bo'yicha degandimi? Masalan, bir ittifoqdoshlarning kuch markazi nada bo'ldi deganda, ittifoqdoshlarning kuch markazi uning o'rtaq manfaatida bo'ldi deb yozgan kashidi. Endi ittifoqdoshlarning kuch markazi uning o'rtaq manfaatida bo'lsa, shu o'rtaq manfaatni buzib olsam, ittifoqdoshlikni ojizlashtirsa degan gap. Ittifoqdoshlikni ojizlashtirib olsang, u ittifoqdoshning ichiga hammasini ojizlashtirib yutsa degan gap. Hozir Xitoy shu o'yinni o'ynadi. Hammasini chaqirib, masalan, Yevropa hammasi shu Xitoyga ketib bordi. Kanadami bor deyishunami? Ya'ni bu Amerika sen yukni men bilan teng ko'tar deganiga uchunlam Amerika ba'misi sizlarga men beraman, men kelinglar deb Xitoy chaqirgandan keyin hammasi yeniq ketib bordi. Bu deganlik Amerika bilan bularning va ittifoqdoshlarining o'rtasida ziddiyat selib, bu ittifoqdoshlikni buzish o'yinini o'ynamoqchi. Buni hamda Yevropa qo'pib bu Xitoy bizni Amerika kontrol qilib oldi. Bizni NATOni ko'tardi dedi. Uni dedi qilmaymiz, atmaymiz, Xitoy bilan savdomizni qilaveramiz deb. Bular belki yaqin nima deymiz? Qisqa muddatlik politik o'ynatadi demdik necha. Ammo Hı. Amerika Hı. uzun muddatli politik o'ynatadi. Yevropa Xitoyni o'ziga ancha bek tahdid his qilmaydi ekan-chu. Shunda bek Hı. ko'rdim men shu ashtanim qilgan. Uning ustiga bu Indo-Pasifikmi hozir Amerika Indo-Pasifikning nimasida hech kim kontrol qilmaydi, Indo-Pasifikni o'zim kontrol qilaman dedi. Chunki sen yukni ko'tarmagandan keyin va chiqib yalan evanmay Fransiya sanmi chiq, Angliya sanmi chiq degan yaglan bodimkin deb o'yladim men shunami. Chunki Hı. bu Xitoyni masalan mandaj bir shaklda desak nejat. Masalan, Xitoyni mushta buzish, ya'ni kontrol qilish uchun Xitoyning ittifoqdoshlari bor-ku masalan. Xitoyning ittifoqdoshlari kim bo'lgan? Masalan, Şerikleri. Amerikadagi muddatlik ittifoqdoshlari bo'lmasmi? Sheriklar bor. Rossiya, Iron, North Korea Hı. degandek. Buni qo'yib turaylik. Global South, butun Afrika, butun ushaq davlatlarning hammasini, arab davlatlari, boshqa ushaq musulmon davlatlar hammasini Xitoy oqsiq siliqli. Endi bularning mushu Xitoyningki, mushu ittifoqning bularning o'rtaq manfaati nada? Masalan, mushu Global South, ya'ni nima deymiz? Janubiy Yerimşar deyli. Janubiy yarim shardik davlatlarning hammasini Xitoy oqsiq siliqliq. Unga hozir Yevropani nim qilyapti, yeniq tortyapti. Hatto Kanadani yeniq tortyapti. Mushtaq ahvol ostida bu Xitoy bilan bu davlatlarning o'rtasidagi o'rtaq manfaatni qanday buzish kerak? Buni buzayotgan vaqtida yana Xitoyni ojizlashtiradigan bir nuqtada bu yerda chiqadi. Tushunami? Shuning bu Xitoymi Amerikani andanim qilman deb o'ynagandek, Amerikami bu Xitoyningki sheriklarining o'rtasidagi ishni buzish kerak. Menimcha masalan hozir ba'zilar yozyapti. Xitoy balkim Tayvanga hujum qilmasligi mumkin, Sibiriyaga Rus hujum qilishi mumkin deb. Tushunami? Unda bo'lsa
bizga qanday foydasi kelishi mumkin. Masalan, bular deydi, Xitoyga unda qilmam hech kim uqmaydi, ammo kuchkirtilgan bir maqolalar yozilyapti-da. Qilishi mumkin. Masalan, Tayvanni olganda u Sibiriyadagi rus tarafni u yerni olsa, Xitoy osonroq oldi, rus ojizlab ketdi bir. Xitoyga oson bo'ldi. Unda jiq chiqim tatmaydi 2. Uningdan keyin nurg'un mineral boylik bor u yerda 3. Shunami? Tayvanda unda jabha tatib, dengizda unda cho'ng urush qilib, unda jiq askar o'lgandi. Masalan, Rusning Sibiriya u jiroq sharqdamda Rus. Shu Hı. yerni olsa, Xitoy uchun osonroq bo'ladi. Endi agar Xitoy u yerni olaman desa, u vaqtda Rus bilan urushsi bo'ldi. Ojiz Rus Xitoy tarafga dushman bo'ldi. Xitoyga dushman bo'lgan Rus Amerika bilan birlashamdi, birlashmamdi. Gap bu yerda. U vaqtida biz bu sharoitdan, ya'ni Sharq Turkiston masalasida biz bu Hı. sharoitdan masalan shunday bir ssenariyo bo'lsa, biz qanday foydalanamiz? Ya'ni buningga bir tayyorlik ko'rib qo'yish kerak. Doğru, doğru. Sizcha qanday o'ylaysiz? Sizcha Xitoy bu oson Tayvanga qaraganda oson keldigan yerga olammi yoki Tayvandan turammi? Ya'ni Rus bilan Eee, qarshilashmayacak. İkili tarafninki ortak bir nimesi var. O bolsumu Amerika başçaki Garip dünyasının bulağı kıvatkan muamelesi ve bulanın şekillendirgen meydanıga bula ortak karşı. O neyse bulan yakın eke atıdı. Ama Rusni yakın tatalısa yakımısı Avrupa münasibetini uruşun toxtup nimkısa Rusla münasibeti yaxşı. Çünkü onun için bulanın münasibeti bir tempon sınatkan bir nesi var. Xitay güçlenip gittigilik, Rus bekinip gittigilik bir yerde. Rusmu bir aram bu nesli. Ama mençe Sibiriya'ya kılıştın bunun başka Tayvan'a hücum kılışı mümkün dep oylayman. Çünkü Rusya iqtisadi acizlaşkan bolsun ama askeri cihati yenilik güçlük Rusya. Hem askeri sanatga kirip bululuk, uruş kılıç tecrübesi mol bir devlet. Anki atom nimisinin güçlük olgandaki Rusya aldırıp tegmesigi mümkün deymi. Ama Xitay özünün etrafındaki global sos Janubiy Yarim şərqi devletlerini jığış arkalık, Amerikanın şeriklerini jığış arkalık belki Amerikaga bir meyda okup bakış mümkün, yakımızda Tayvan'a kiriş mümkün, yakımız uruş kirmey, bu şipeti Xitay acizlap ketişi mümkün, özünün işçinin kalaymkançılıkta çıkmıcı gelgisi. Onu birinin diyemeyimiz endi. Chunki u Rusning jamiyati bilan Xitoyning jamiyati o'xshamaydi-chu. Public opinion, ya'ni xalqiningki fikri, saylamda asosiy o'rinni tutib, xalqining fikri orqali o'ttirg'i chiqqan odamni o'rib yetalaydigan, davlatning ishini qalaymaqon qilib, hamma odam namoyish qilib, ko'chaga chiqib, nima qilib yetalaydigan unda bir shaklda emas boshqa Yevropa davlatlaridagi-chu, Rus bilan Xitoyniki. Unda qilolmaydigan bo'lgandan keyin, masalan, qaror beriblar bir shaxsning sarangligi tutiblar, yo Putinning yo Shi Jinpingning atom bombası ataman deb etibli yutish mumkin urush chiqsa shunami? Masalan, Rusninki atom nemisi jiq Xitoy qaraganda. U vaqtida 6300. etib qolsa, u Rus shuningdan nima Xitoy shuningdan qo'rqarmikin deb o'ylayman. Masalan, Amerika bilan urushsa, Amerika 7 o'lchab bir kesidu, unda qiliq aldirab atom atmaydi, insonparvarligi nurg'un. Chunki dunyoni so'rayotgan bo'lgandan keyin Amerika o'zininki obro'yiga Onikin xalqning fikriga, dunyo xalqining fikriga, bu narsalarga, jiq narsalarga qaraydi-da, qonunlarga hurmat qildi. Rusning kori yo'q-da qonun yana bir nim bilan. Shuningga biz Xitoy qo'rqamdiki, chekinamki, shu sababdan Sibiriyaga nim qilmamdikin deyman. Ammo agar urush qilib qolsa, agar Rus unda qilqi atom urush qilmayligi, konvensional war bo'lgan ish Hı. bo'lsa, Xitoy oson oladi Sibiriyani. Agar shunda bir urush bo'lib qolsa, u yerda biz Uyg'urlar nimadan foydalanamiz u vaqtida? U vaqtida shu biz Rus bilan munosabat qilishimizga to'g'ri keldi-da menimcha. Ma'lum munosabatlarni Elbette. qurishga Ama to'g'ri keldi. Rusya'nın Masalan, kolda yeni bir kuzuru var bu. Orta Hı Asya'da hı. Rusya bugün yenile üç devlette askeri bazısı var bugünkü kadar. Rusya'da Hı hı. qaraymançılık çıkarmanısı Rusya için unçilik təsnəs emas. Qazaqstanda mı Hı hı. nurg'unlagan Rus xalqi var bu yerda. Bunun askeri bazaları var Tojikistonda, Qirg'izistonda Agar masalan. Sibir ya siz agar Sibiriyaga Xitoy hujum qilsa, Rus har tarafdan Hı. multidimensional attack demdi. Har tarafdan Hı. hujum qila oladi, chegarasi kam-ku. O'rta Osiyo tarafdan, tarafdan. Hı. Hı. U vaqtida bizga yana ba'zi fursatlar chiqishi mumkin. Ashta bir ssenariyo kelib qolsa-da. Ammo Xitoy bilan u Tayvanni olamiz deb, Tayvan to'g'risida Amerika bilan dengiz tarafdan urushsa, bizga qanday bir fursat chiqishi mumkin sizcha? Bizga dengiz tarafdan bir fursat chiqmaydi, ammo yana biz dengizga tutash yerimizmi bor? Masalan, hozir koridor nima Pokistondan kelgan koridor dengizga Arab qizil nima Paris qo'ltiqi
Ondan keyin nima dengizga tutashdi go, Indo-Pasifikdan o'tadigan, O'rta Hı. Sharqqa boradigan dengiz yo'llariga. Shuna bo'lgandan keyin u rayonlarni qo'g'dashda masalan Amerikaning ittifoqdoshi balkim Hindiston urushga kirib qilishi mumkin, dengizda urush portilsa, shunami vaqti kelganda. Davomli undaq cho'ng urushlar qitilib bir-biriga yordam qilib ittifoqdoshlar o'rtasida bo'lib ketadi-ku. Hammasi o'zining ittifoqdoshlarini so'rab akirdi urushlarga. Masalan, ishda so'rab akirgan ish bo'lsa, Hindiston qitilishi mumkin. Hindiston u urushga kirsa, Pokiston qayerda turishi mumkin. Agar Pokistonning Hindistonning strategik shu urushdagi o'rni o'ttirg'i chiqsa, masalan biz ma'lum ssenariyolarni desak, mayada turdi, ayada turdi, Hı. Amerika qarshi Xitoy bilan urush bo'ldi. Masalan, Pokiston urush deylik. Hindiston Amerika tarafda turdi, Pokiston Xitoy tarafda turdi deylik. Unda vaqtda bizning u yerdan oladigan manfaatimiz qanday bo'ldi? Bu ssenariyolarni jiq o'ylash, bu to'g'risida strategiya tuzishimizga to'g'ri keldi. Shunami necha? Pakistan'ı to'g'irlab qo'ygan nimvada Afganistanning bu yerdagi Pakistan TTP va onunkin Balochilar va masalan. Bugun nurg'un etishlar o'tdi masalan Ha, Pokiston, TTP va. Balojiston tarafda. Ha. Pokiston o'zining talibanlari bor. Pokistonning ichini qalaymiqan qilib turdi. Pokistonning ichi qalaymiqan bo'lgan siri, bir davlatning o'zining ichi qalaymiqan bo'lgan siri, qancha qalaymiqan bo'lsa, shuncha kontrol qilish oson bo'ldi-ku, ya'ni. Qalaymiqan Hı hı. qilib nimaga. Shunga TTPning Pokistonda bo'lishi Xitoy uchun bir yaxshi ish emas, Xitoy uchun. Biz uchun yaxshi bundoqcha aytganda. Nimishga desa, Pokistonning ichi qancha unstabilize, muqimsiz bo'lib qalaymiqan bo'lgan siri Xitoyning u yerga mablag' silib, kirib, kengayib, dengiz o'rinlariga butun kuchini akirib ketishi tasga to'xtaydi-da. Shunami? Kengayishni bir shaklda to'sig'ini bo'ldi. Pakistan mı Xitoyga iliqi 100% sodiq emas deb o'ylayman. Chunki Amerika Ovozni bilan munosabat Pakistan mı Amerika bilan iliqi Xitoyga 100% sodiq emas deb o'ylayman. Chunki Hindiston bilan bo'lgan munosabatimiz Xitoy bilan unchalik yaqin bo'lib hech ketmaydi. qanday davlatga 100% bo'lmaydi-da. Chunki Shunami? yaqinqi taraqqiyotlarda Manfaati keldigan yerlarda bo'ldi. yaqinqi taraqqiyotlarda bu Guadara aralig'i 80 kilometr keldigan bir yerda Pakistan bu yerda Amerikaga baza quringlar deb taklifni Pakistan tarafdan sundi masalanchi. Nima uchun Ovozingiz bu yer kammi necha? Boshqa ovozingiz kam. Boshqa ovoz bir bormi? gapda. Oh, qaytadan unglayotidi deymi? Ha, gap qiling, amdi kelyapti. Endi keldimi? Pakistan tarafdan Kelmadi? masalan Ha, ovoz amdi yo'qmi? keldi. Bor, gap Pak qiling. Pakistan tarafdan masalan Amerikaga PISA deydigan bir portning nimasiga o'rinlashishni sundi. Chunki bu 80 kilometr keldik Guadaragacha masalan. Chunki Xitoy u yerni faqat tijorat emas, askariy jihatdan ishlatishni qaror qilib o'ylayotdi-ku masalan, uni tayyorlab qilyapti. Bu yerdagi Amerikaga sunishning maqsadi nima uchun Pakistan masalan? Shunga vaqt kelgan Pakistan o'zining qarzini to'layolmay balkim yuz o'rishi mumkin Xitoy tarafga nima qilib. Ya uni bir nima degan bo'lmaydi-da, manfaatiga ko'ra tegishib turdi-ku. Uning ustiga Xitoyning hech kim bilan mangulik alliansisi yo'q-ku. Mangulik ittifoqdosh İttifaqdoshluğu emas yo'q, hech kim bilan Xitoy. Xitoy o'zining tashqi ishlar tashqi ishlar siyosati shunday Xitoyning. Bütün bu yerdagi narsaning hammani yiqqanda xalqarodagi vaziyat o'zgarishlarning bizga sharq turkistonliklarga nima qandaq bir narsa tushuntiradi. Nima qilish kerak yani? Albatta bu bak bir cho'ng narsa. Ammo nemishqa yani burunqidek U shu bir mundaq qilish kerak deb narsani ammo bak cho'ng narsa. Ammo nimalarni qilsa yaxshi bo'lishi mumkin? diasporadagi Uyg'urlarmi, vatan ichidagi xalq? Vatan ichiga Diasporadagi ta'sir demoqchi qilolmaymiz bo'lsiz? hozircha. Diasporadagi Uyg'urlar vaziyatni jiddiy shaklda kuzatib turishi kerak. Chunki dunyoning vaziyati bak jiddiy o'zgarayotdi-chu. Bir davlat ma davlat meni qutqizadi-ku deb yo'lni qolmasligi kerak. Bu narsa bak muhim. Ikkinchisiga haliqi burunqidek hamda inson haqlarimizni bahsi bo'ldi. Xitoy buni bak jiqtab ketdik, uni beramiki, buni beramiki degan vaziyatdan halqib bizga mustaqillik fursati kelib qolsa, uni qanday
onunğa qanda tayyor bo'lamiz degan narsadimi bu strategiyanimi o'ylash kerakchu. Onun ustiga uchinchidan kuch bo'lmag'icha bu hech kim bizga mustaqillikni bu qo'lida bundoq ko'tarib tutqizib qo'ymaydichu. Şoňa ma özümizde bor kuchni qo'llashimiz kerak. Özümizde bor kuchni public jamoat fikri, onundan keyin yordam o'zarachu. Aşının bilan özümizde bor kuchlarni, mayli qurolli kuch bo'lamdi yoki ilmiy kuch bo'lamdi, qandaylik kuch bo'lsa o'zimizde bor kuchni bütün kuchimiz bilan qo'llashimiz, yo'qotib atmasligimiz, o'zimizde bor kuchimizni o'zimiz vayron qilib atmasligimiz kerak. Kechirsiz. Bunda deganim Masalan, xalq ommasi orasida Xitoymi shunday har xil yangi fikr taqitadiganlarni taqitib, kuchlarimizga zarba berdi-chu, qo'limizda bor kuchlarga. Parçalaydı. Zarba Evet. berganki, unda kuchlar xalqning qo'llashidan quruq qoldigan ishlar chiqadi. Masalan, o'tganda bizningki Suriyadagi kuchlarimizni voy bular Xitoyning odamlari Xitoy chiqargan degan mushunda fitnalarni mushtalarni taqitish orqali xalqning qo'llashidan qolg'izib, o'zimizning kuchini o'zimiz qo'g'dimaydigan bir yerga akeldi. Bu butunlay xato. Nim bo'lishdan qat'iy nazar bir qurolli kuch degan kuch u. Boshqa hech nimamiz yo'qki bizniki. O'zimizning kuchini o'zimiz cho'qim bütün kuchimiz bilan qo'g'dishimiz, yetishtirishimiz, kengaytirishimiz kerak. Chunki hozir vaziyat pek jiddiy o'zgaradi. Urush bo'lib qolsa biz nada turamiz? Bütün dunyo hozir undaq siliq gap bilan, shovar to'lash bilan, voy inson haqlarini ani ba, mani ba, aning gapini anglab, maning gapini anglab degan bilan bo'lmaydi. Bu sistemning hammasi buzilib, kim nima qilg'isi kelsa, kuchivaning gapi varning, nima kuchivaning gapi on, kuchi yo'qning gapi to'ngli bo'lib, jo'shtal bo'ldi hozircha butun dunyo shunga qarab mengyotidi. Uning ustiga bu amerikalik ittifoqdoshlari bilan bunda arasi buzilgandan keyin hamma yerga Xitoy ittifoqdoshlarini chaqirib, masalan, Yevropani chaqirdi, yaqinlashib, bu yerda ko'p qutblik nima quraman deb aldayotidi dunyoni. Hı. Anki boshqa dunyo xalqlarimi bu Amerikaning kontrolliga kirib qoldik biz deb qattiq mustaqil bir hamma davlatning gap o'tadigan bir dunyo qurdigan o'xshaymiz deb ashta o'ylatdi. U Xitoyning unda davlat, unda dunyoni hamma davlatning gap o'tadigan tang barobar deganlari u qip-qizil yog'anki hech qachon uni tensha ideologiyasida unda bir narsa yo'qki, jannatning ostidagi hamma davlat, bütün millat barobar degani hamma odam Xitoy bo'l degani. Bizga ishlatdi zaten bunu, shunami? Sharq Doğru. Turkistonliklarga. Agar u Xitoy bütün dunyodagi bütün xalqlar barobar yashaydigan bir go'zal dunyo sistemasi chiqara olmayman deydigan shu bo'lsa, Sharq Turkistonda qila oladi uni. Tibetda qila oladi. Nima qilmadi? Xitoy bo'lmaganning hammani o'ttirdi. Cho'qim Huangdi, ya'ni Xitoyning avlodlari bo'lish uchun shu hammasi Huang bo'lish kerak bular uchun-chu. Boshqa Hı. millatning Hı. mavjudligiga uning kommunist ideyasini yo'l qo'ymaydi. Bütün millet yok oludu degan ideya. Bu Xitoyning tensha ideologiyasimi yo'l qo'ymaydi. Shunga bunda ketib olsa hozir dunyo nihoyatda qalayimqon, nihoyatda murakkab bir jarayonga ketib bormiz. Ba'zilar deydi bundan keyin dunyoni endi Xitoy so'raydi debchi. Chunki Amerika Hı. ojizladi, Xitoy so'raydigan bo'ldi deb. Mundaq deyotidi. Menimcha u 100% emas, mumkin emas. Hozir u nima ish bo'ldig'ini hech kim aniq deyolmaydi. Xitoy so'rab u sistemasi bilan dunyoni boshqara olmaydi. Qalayimqanchilik u Amerikadagi u kuch, u sistem Xitoyda yo'q texi. Yanalam Amerika dunyodagi eng chong kuch. Undan keyin texi baldur ham keyin asta-asta bo'ldi degan bilan hozir Amerika uning qarab turman degani yo'q. Mush ojizlashib ketay demayotidi. Qaytadan bütün narsani kuchlantirman deyotidi Amerika. Unda bo'lgandan keyin agar bir cho'ng urush chiqib qolsa yoki har xil senaryolarga biz tayyor turishimiz kerak. Bir cho'ng urush chiqamdi yoki dunyoni ikki kuch bo'lishamdi yoki ashta bir qalayimqanchilik bo'lib hamma davlat o'z oldiga guruh necha qutub ya'ni O'rta Rossiya, Turkiya, O'rta Sharq davlatlari bir kuch Xitoy bilan Afrikani kaynik silib yoki North Korea, Rus, Iranlarni kaynik silib u bir kuch, munda bir kuch, g'arb davlatlari bir kuch, Yevropa boshqa, ya'ni Amerika boshqa bir kuch, Yevropa boshqa bir kuch, necha kuchlar paydo bo'lib ketamdi. Unda ahvolda biz qaysi kuchni yenib turamiz? Masalan, Xitoy qarshi kuchlarni yenib turamiz albatta. Ammo u kuchlardan bizga nima manfaat keldi? Ma gapda. Bizga keladigan manfaat nima? Ular bilan nima deyishimiz? Hozir bizga bervoy bizni bek ezivatdi, Xitoy yordam qil degan hech kimning quliga kirmaydi, anglamaydi uni uchun. Uni faqat Xitoyning reputationsini tushirish uchun ancha-muncha ishlatib qo'ygan bilan hozirgi kelgacha ishlatdi. Bundan keyin uni ishga yarashimi tez, shunami? Shuningga ayliqki Doğru. bizning birinchi qiladigan ishimiz o'zimizning qo'lida bor kuchni qo'g'dash. O'zimizning qo'lida bor kuchni yetildirish. Mayli u qurolli kuch bo'lsin, mayli u madaniyat kuchi bo'lsin, mayli u boshqa bir ilmiy kuch bo'lsin yoki
ballarimizni yetildirish yoki saqlanib qilish olsun, har qanday kuchni biz butun kuchimiz bilan qo'g'dishimiz, yetildirishimiz kerak. Ya'ni bu deganlik mavjudlik. Ashunga tirishimiz kerak. Boshqa bizning qila oladigan ishimiz aniqlab manda bo'ldi deb deyamaymiz, chunki bak kichik o'zgaradi-chu vaziyat. Doğru. Kimning ati yana bir soatdan keyin nima bo'ldig'ini hech kim bilib bo'lmayotidi. Ashning hammasiga shu kuch bo'lsa bir nima qila oladigan gap, kuch bo'lmasa hech nima qila olmaymiz shu. Boshqalarmi masalan external power deydigu, tashqi kuchlarmi bizga yordam qilaman desa, u tashqi kuchmi shu bizning kuchimiz bo'lsa yordam qildi. Tushunami? Masalanki Abay dedi Clausewitning gapini dedik-ku necha. Hı. Siz qanday qaraysizki, bu Clausewitninkida deydiki kichik davlat deydi. Boshqa cho'ng davlatga yo'linib yashaydigan kichik davlatning kuch markazi nada deganda, uning kuch markazi shu cho'ng davlatning harbiy kuchida deydi, urushdi-chu. Urushdagi kuch markazini ko'zda tutyapti-da masalan. Masalan bizning Kanada endi unchalarmi nima emas-ku, middle power, o'ttir kuch deydi. Hı. Kichik kuch lekin harbiyda Amerikaga tayindi. Urush paydo bo'lib qolsa, bu nimaninki urush bo'lib qolsa, Kanadaning kuch markazi nada desa, Kanadaning kuch markazi bu Kanadadagi boylik, Kanadadagi siyosiy lidershiplik yoki siyosiy kuch, partiya bular emas. Amerikaning askari urush bo'lib qolsa, Kanadaning kuch markazi Amerikaning askari. Amerika askariy kuchga yordam qilmayman desa, Kanada bir vulnerable, ojiz holga tushadi degan gap urush jarayonida-chu, har qanday bir davlat atak qila oladi degan gap. Endi bizningki kuchimizda-chu. Bizning kuchimizda biz yo'langan, bizning kuchimizni kuchlantirib bizga yordam qilayotgan harbiy kuch kim? Bizning harbiy kuchimizni kuchlantirib turadigan harbiy kuch kim? Buni qarash kerak. Uningdan boshqa bizning bo'lam emas, chunki biz bir davlat emas, bizni qo'g'dab berayotgan unda bir agreement, bir defense pact deydigan bijnimizmi yo'q-ku hech kim bilan. Unda bir armiyasi bilan, askar bilan biroz qo'g'dab beraysin deb chiqqani yo'q. Bizning askariy kuchimizni foydalanyotdi xalq, shunami? Hı. Ozroq bir ikki tal askariy kuchimizni. Endi bu bizningki hozirgi diasporadagi nima kuchimiz bor deganda askariy kuchimizdan boshqa qo'zg'atish kuchimiz, ya'ni xalqningki jamoat fikri organize, institutionalize bo'lish kuchi. Bu narsa bek muhim. Mushunda qo'zg'atish kuchininki kuch markazi nada deganda odatda xalqning fikri bilan lider mush xalqni boshlab mangan. Masalan bir qo'zg'alon bo'ldi deyli, bir yerda qo'zg'alon Hı. bo'ldi desa, bu qo'zg'alonchilarning kuchi nada desa, masalan biz shunga o'xshaymiz. Biz diasporadagi Xitoyga qarshi bir qo'zg'algan kuch shunaqo nejat. Bu qo'zg'algan kuchning kuch markazi nada, ya'ni harbiy kuchni demayapmiz biz. Diasporadagi mushu siyosiy faoliyat qilayotgan kuchning kuch markazi nada deydi. Buning lideri bilan xalqning fikri. Ya'ni xalqning kimni qo'llab-qo'llamasligi, nada turib turmasligi, ya'ni bu lider da kuch. Agar Xitoy bu diasporadagi kuchni yo'q qilib etman desa, mushu butun xalq qo'llaydigan liderni yo'q qilsa, uningga jamoatning fikrini qalaymiqan qilsa, yo'qlik qildi degan gap. Shuningga bu diasporadagi xalqimiz mushta qalaymiqan fikrlarning ichiga kirib qolmasligi kerak. Masalan, Abay dedim, o'zimizni qo'g'daydigan narsada o'zimizning atrofida turishimiz kerak-ku hammamiz. Undan keyin bizga lider bo'ldi-ku deblam. Masalan, u lider haqiqatan xalqqa bizga manfaat tegadigan, Sharq Turkistonning manfaatini birinchi o'rin qo'yadigan, Sharq Turkistonning qizil siziqidan chiqmaydigan lidermi yoki boshqalarning peshkisimi? Masalan, bizningki bu jamoat fikrimiz shunda qalaymiqan. Kimni lider bo'lib saylasa, shuni ozroq bir kuchi bo'lsa, ozroq bir davlat yo'lab qo'yib, ozroq bir maosh berib, bir nim qilgan bo'lsa, ashuni qo'llab ketaveramiz-ku. Shunami? Şargilen U tepesi. uningda pul va palon davlat yo'lab o'tibdi deb bo'lmas. Bu unda deb uningda pul va palon davlat yo'lab o'tibdi yoki paloyada maosh oldi. Shuning qiladigan ishi va qilayotgan ishi Sharq Turkiston xalqiga nima manfaat olib keldi? Bizning Sharq Turkistonning manfaatining qizil siziqida vaqti kelsa tura olamdi yoki boshqa odamning gapini anglamdi. Bu narsalarning hammasiga diqqat qilish kerak. Mushu prinsipdan chiqmaslar bizning jamoat fikrimiz buzilmaydi aslicha. Ammo bizning xalqimiz prinsip degan narsada turdiganlarimiz pek oz bo'lgandan keyin jamoat fikrida bir ekanma yomon chechilang'uliq chiq. Unda bo'lsa Xitoy bizning diasporadagi bu activity harakatimizni, siyosiy harakatimizni oson yo'q qila oladi. Chunki jamoat fikrini buzish orqali hujum qildi. Chunki bu kuchda jamoat fikr degan. Undan keyin lider hujum qilish orqali yo'q qildi. Masalan, qaysi bir chiqishga tegishlik kuchi bor lider bo'lsa, uni bir amal qilib bisib chiqatmaydi.
keyin bularga foydasi olmaydi, qo'limda tutib tura olmayman deganlarini chiqartidi. Undaq qilib bizning kuchimizni ojizlatib, kim o'ynayman desa, kim yönlendiriman desa, Sharq Turkiston mustaqil bo'lib qoldi deyli bir kuni. Mustaqil bo'lib qolgan taqdirdami, ya Xitoy yönlendirdi, mustaqil bo'lib qolgan taqdirda boshqa birisi yönlendirdi, mustaqil bo'lmagan taqdirda Xitoy yönlendirdi yoki Xitoy demokratiyaga kirsa, yana shu Xitoy yönlendirdi. Kontrol qilib mang'uzdi degan gapda. Shuna bir ahvolda qolamiz. Shunga bizningki mushu diqqat qilgan ishlarimiz vaziyat bunda jiddiy o'zgarayotgan ahvol ostida. Kuch markazimiz nerede? Bu kuch markazlarimizni biz qandoq qo'g'dishimiz kerak? Bir to'plum bo'lish shaklda. Uningmi buningmi qalayimqan gap qilaversa, ma'ning gapi to'g'riroq turdi deb oqisdan ketaveradigan, uning buning fikriga ergishish emas, prinsipga ergishish. Prinsip pek mühim. Biz aş prinsip bilan çiң tutsak, Xitoy jamoatning ichida fitna chiqarib, qalayimqanchilik chiqarib, bizni bo'lamaydi-chu. Shuning bilan bizning kuch markazimizga hujum qila olmaydi degan gap. Shu bu bek mühim. Ondan keyin harbiy kuchimizni ma'bay dedim. Bütün kuchimiz bilan qo'g'dishimiz kerak. Noiti kichik bir harbiy kuch bo'lsa-mu, kuch biz uchun, shundaymi? To'g'ri, albatta. Chunki hozirgi dunyoda pek realistik, pragmatik bo'ladi hamma narsa. Kuch muhim rol tutyapti. Siz qanday o'ylaysiz? Sizcha nimalarni qilishimiz kerak? Mendan so'radingiz. Menimcha bunda bir narsa Ancha ayrı bilish kerak. yaqinlafdi. Ovoz bormi? Ovozim keltimi? Mhm. Eee, Ya baba desen, ovozingiz gap qiling. biz aloqa qilgan hamkorlashgan davlatlarninki qaysi xil shaklda biz bular bilan hamkorlashyapmiz yoki bular bizni vaqtincha bir ishlatadigan asbob yoki qurol shaklida ishlatyapti yoki bo'lmasa bular bilan uzun mezgillik strategiyalik bir nishonimiz o'xshashmi masalanchi buni ayirmagan ahvol ostida davlatlar o'ynab shu tashlab etadi bir yerga borgan chog'da o'zining nishoni nimasini. Lekin qayerlar bilan Xitoyning asli nimasi bor? Bizning Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi yoki bo'lmasa Xitoyning bizning ayrilib chiqishimiz qaysi davlatlar uchun foydali deydigan ma'nosini bugun harakat qilayotgan tashkilotlar aniq ayirishi va shu yerdan boshlab harakat qilish kerak-ku. Ama Amerika bizni qo'lda yoki bo'lmasa Yevropa bizning masalamizni ko'tardi. Falan parlament a'zosi biz to'g'ri gap qilib albatta u muhim. Ama u hal qilg'uch nuqtalar emas. U faqat shu vaqtning o'zida parlaydi ki yo'qolib ketadi u narsa. Uzun qoladigan bir natija emas u yerda. Ama bizning nimalda jiqiliqi paqiraq narsaga bulungan paqiraydigan ishlarga jiq agishlilik biz. Ama uzun mezgillik mustaqilligimizga foydali qiladigan uzun mezgillik ishlarga biz ko'ngil bo'lmaylik va uning asosan kuchmaylik bu narsa. Hem u davlatlarning qaysi ekanligini ayirmoqlik, ular bilan hamkorlashishga hozirgacha yo'l ochmoqlik. Bunga diqqat qilib harakatni boshlash kerak deb o'ylayman. Muhim nuqtaning birisi. Hozirdan boshlab. To'g'ri. Qimmatli vaqtingizni chiqarib bugun suhbat qatnashganingiz uchun rahmat. Program 52 minut o'tdi. Ko'rganlarni ikkilar hafta ko'rishdi, zeriktirib o'tmaydi. Tamam. Keyin qatam ko'rishgacha Sizga omon rahmat, bo'linglar. Nijat. Anglag'uchilarga rahmat vaqtinglar uchun. Ko'rishgacha omon bo'linglar.